Mana shu holat. Uyimizda-ku mana 100 talab, mana lyustrada 102 ta chiroq bor. Bizni almashtirganda men o'zim sanaganman. Birodar, qabrimizda o'zi bitta chiroq qo'yganmizmi? Qabrda qanaqa chiroq qo'yiladi? Qabrni charog'on bo'lishligi uchun mana kechqurunning oxirida vitr vojib namozini o'qiymiz-ku. O'shani xushu bilan o'qing, yaxshiroq o'qing, qazo qilmang. Vitr vojib namozi qabrda chiroq bo'ladi u. Shuni ixlos bilan o'qing. Farzandlaringizga o'rgating. Qabrimiz obod bo'lishligi uchun oxiratga zaxira bo'ladigan amallar qiling. Uyimiz mana gilami masalan bugungi kunda $50 gilamda tursak ham hayotimiz o'tadi. $10 gilamda tursak ham o'sha vaqtni ko'rsatadi. O'sha narsa, o'sha umrimiz, o'sha biz. Alloh taoloning fazilati $30,000 soat ham o'sha soat 12 bo'lganligini ko'rsatadi. 25,000 so'mga beradigan soat ham o'sha 12 ni ko'rsatadi. O'sha vaqtni ko'rsatadi, birodar.